Kızım. Meni şuncha odamning oldida haqoratlaydigan nima qilma? Buni amiringizni so'rang. U o'zining nerda turishi kerakligini biladi. Isilzodlar bas so'rindimi yoki qullarning kapsidimi? To'liq kapshima. Lekin bu o'zingiz topgan xavfchilik. Janoblar, quloq solinglar. Ben yana bir qatib aytib qo'yay. Baba senadagi isilzodlar ichi kirib olgan bu xinim asli bir qo'shqun didak. Qo'shqun didak. Men buni hozir olib ketib, egisini qo'liga topshirib beraman. Dada, nima degan satchilik bu? Sen bir saran, uçur çıkan muttaham, numussuz aroqkash. Yo'q, men Janobi Martinni bilaman. Uning asosi bor. Bu yanpash urubli topgan gap emas. Martin tuhmat qilyapti. Men g'arazlik haqorat qilyapti. Teştang'aysizlar. Men haqni haqorat qilishga yo'l qo'ya olmayman. Men har qaysinglarga Minas pochta gazetidagi bir yangi xabarni o'qib beray. Agar yolg'on aytgan bo'lsam, yuzimga tukarsanglarmi mayli yoki derizdan tashlaysanglarmi mayli? O dedak Rio de Janeiro oblastining Campos shahridagi Santa Cruz qo'riqidan qochgan. İsmi Izora. Andres, bichara qizimiz uxlab qoldi. Voy, muhim narsalarni olsaqli bo'ldi. Ularning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Qo'rqmasan da, biz qochib ketalaymiz. O dedakni tutib akapagchilarga barliq chiqimini ko'taygandan sirt 20 million leys inom berildi. U kulgan chaqda tishlarining qardab ketganligini ko'rgandim. Tirnoqlarimi ko'kirib ketibdi ekan. Nayt ro'shanki, ahvol e'londagi bilan o'xshash. Qarg'u odamlar bu ayolning qo'shqun didak ekanligini ko'rolmaydi. Shundaqdimi har qaysinglarni to'liq ishontirish uchun uning so'l ko'ksida kepinak shakllik bir tamg'ining bor yo'qligini tekshirib baqsaqli bo'ladi. Janoblar, buni isbotlash nihoyatda oson. Nerto? U mayli didak olsun bo'lmasin, paskini qo'lini uning tekkizgichi olma. O'zing bismillah arvalo. Buni qilgan arvalo sen yuqmoqchi. Janoblar. Bu ish to'g'risi talashmanglar. Meni kechiringlar. Men yaxshi qilmadim. Men eski. Biroq egam ko'rib turibdi. Men bo'lsam ziyonkashlik uchirgan bir bechora. Qadrlik. Mozik Çelenson. Çapsan bulunla. Emmi bularni biz derdik. Aslida o kimligimizni bilmay, bizni sinab baqilib ketgan. Biz dötlik qilib oldinib ketibdik. Aldirma. Bu ish mushnolar tugamaydi. Ervila. Kimligimni bilib bo'ldingiz. Ismim Izora. Bu ism texmi chiroyli ekan. Sizlar ranjimisanglar, Janobi Arvalo bilan birdam yolg'iz qolsam. Hozir nomusdan o'lgidek bo'vassam, butun ahvolimni sizga aytib beray da'vatdaman.
Nahayda obdan bo'ldi. Arvaloning shu tegpas didakni deb bizning qizimizni tashlab etganligini hamma mehmon uqdi. Biroq Lusiya aylardan yoqtirib qoldi. Qizimiz cho'qim baxtli bo'ldi. Losiyaning baxtli bo'lishi cho'qim. Arvalo jajisi neydi? Endi qanday qilishimizni bilmayapman. Biz yana uya biyalarda mökünüp yuribmizmi? Ishni ichinglar, ular meni olib ketsin. Yo'q. Dakka tushirgan azobgan. Shu yaxshidek turdi. Sen mittin? Kechiringlar. Bo'chaq bo'lgan gap sizlarni avar qildim. Sizlarni aql ko'rsatgan bir odamga muhtojdir deb kelishim. Elardo advokat. Baba sayna bo'yicha eng yaxshi advokatlar. Men tek sizni izorani ep ketmekçi bo'lgan hali xumparmikin debdimi? U bundaq kechda sizlarni izlab bu yerga kelamaydi. Rasmi? Rost. Bir qo'lni tutish uchun u texi ba'zi qonuniy rasmiyatlardan o'tish kerak. Rahmat sana do'stim. Shuncha kechdi bizni yo'qlab kelsa. Biz nima qilishimizni bilmay titildab turatdik. Sening yordamingga muhtoj. Qanday qilish kerakligini o'ttaraq o'ylanayli. Bugun choy ichgan kun o'tdi. Bu qutluq kunini qalaymiqan qilib etdik. Undaq demay Arvalo. Boshqa kun tushganda esqatgan odam haqiqiy og'ini bo'ladi. Do'stim, bugun biz Lyonsio Beyzadning qo'rqiq maqmoqchi. Shunga har qaysinglarni oddiy bir piyola choyga chaqirdik. Qizimiz bilan kuyovlimiz uzungacha shu yerda turmoqchi. Kesib aytamanki, ataman nurg'un pulga ega bo'laman. Shuningdan e'tiboran turmushim boyashat o'tadi. Har qaysinglarni at oshxona chillayman. Pul mana mendan. Tayyorliqlar bitib qoldi. Sizce o bugün kelami? Siz Martinning mijozini bilmaysiz. O 20 milyon lisni deb anasini setib etishga yanmaydi. Bu vaqtni uftulish uchun o'diqmanglar. Uning ishini mashq beray. Chiroyli didakka Isilzodi boyvachchi Amrakanda. Agar shapaloq yemaydisan, chaqchaqni ozroq qil. O'zingni besib ol. Bo'ladi. Chaqchaq qilmay, rasmiy ish to'g'riliqsiz ishlayli. Bu yaqsaqchi boshlig'i do'standas bo'ladi. Biz bu didakni olib ketib, Santa Cruz qo'riqidagi xo'jayini Leonsioga topshirib bermoqchi. Anita, Santa Cruz qo'riq qaytib kelib, qandaqroq hissiyatda bo'lyapti? Bu yer ko'p o'zgarib ketibdi. Bugundan boshlab bu yer sizning uyingiz. Bu yerni boshqarishga qulluq buyruq tushirishga haqliq. Bir og'iz gap. Hozirdan boshlab siz oilamizning ayol xo'jayini. Buni ko'rib baq. Qonuniy rasmiyatlar to'liq. Janobi Santos, bu buyruq qonuniy kuchga ega emas. Mening bundaq deyishda qonuniy asosim bor. Uning xo'jayini janobi Lyonsiodan boshqa hech qanday odam u qizni olib ketolmaydi. U qonuniy vakilni emas, bu boshqa gap. Senda janobi Lyonsio qo'l qo'ygan havola xati bormi, Martin? Mendimi? Bana hech qanday havola xating lozim yo'q. Sen meni aldamoqchimi? Bu yoqdagi o'g'irliq. Men bu anzni enchik tahlil qildim. Janobi Arvalo fazilatli oq ko'ngil yigit. Shunga men bu didakni haqiqiy xo'jayini yoki uning vakili kagicha Janobi Arvaloning himoyasiga gap tursa deb taklif berman. Qandoq deysiz? To'g'ri gap. Janobi Arvalo himoyasiga gap tursa bo'ladi. Bora olamsiz.
Mush pulni elish uchun men hatto o'tqa kirishga rozi. Buni eling. Yo'l rasxotingizni men beray. Sizdan Santa Cruz qo'riqqa berib, Leonsio'ning o'z bilan ko'rishing. Biz uni yengolmaymiz. Butkul jamiyat uni himoya qildi. Elardo buning chorasini izlayotdi. Uning hech qanday foydasi bo'lmasmikin? Baribir hech kim bizning tarafimizdan olmaydi. Meningcha har qanday odamning ojizligi bo'ladi. Agar biz Leonsio'ning biror ojizligini bilgan bo'lsak, u chaqda Ojizligini? uning foydasiz biror ishini bilamsiz. Eras Leonsio bir jinoyat o'tkazgan. Buningga Santago. U uning jinoyatini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Biroq xalqlar qo'lning gapiga ishonami? Siz nazariya jihatdan shunday da'vatamsiz yoki Leonsio rosti jinoyat o'tkazganmidi? U boshqalarga buyurib, xotini Malvina bilan Tobiasni o'ldirgizib etgan. Kesib eta olamsiz. Santa o'z ko'zi bilan ko'ribdi ekan. Bu rost bo'lsa, ahvol butunlay boshqacha bo'ladi. Nima ishga menga balduroq aytmadingiz? Janobi Leonsioning qo'riqi mushumi? Shundoq janob. Xudoga shukri. Men texi mangu topamasmanmikin deb ansirdim. Kagicha herib o'layli dedim. Xil jirohiyatdan kelgan xushmamsiz. Jirohiyatdan keldim. Xo'jayiningni chaqirib kir. O ishkelarni uning buyrug'i bilan o'ldirilganiga guvohlik bera olamsan? Malvina xonimning kirib ketganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Keyin tugmanga o't ketdi. Ular Malvina xonim ekanligini bilmay qoldi. Bu gapingga qaraganda u xumpar Malvinani izora deb qag'oqshmamdi. Cho'qim shundoq. Keyin men Fransiskoga tugmanga Malvina xonim bilan birga borgan desam, birdan uning chiroyi sag'rib ketdi. Tugmanga o't qo'ydirib etgan cho'qim Leonsio. Santa, sen bu gaplarni boshqa har qanday odamning oldida deyishga jur'at qila olamsan? Men qo'rqaman janobi Arvalo. Agar yonimda o'z odamlarim bo'lsa, o'chog'i daverma. Men Leonsioga tishtirnig'imgacha o'ch. U vijdonsizni o'z mayliga qo'yib bo'lmaydi. Uning advini berish kerak. Izoraga foydali bo'ldi ekan, albatta deyman. Kimning oldida bo'lsa, daverma. Elardo, sen qanday qaraysan? Bilmayman, Arvalo. O'ylab boqay. Izoran hozir puli bor bir odam qo'g'dab turayotgan bo'lsa-mu, u sizning changilingizni qechib qutulolmaydi. Men uni tansida tunib qoldim. Baba Sayna. Uning qashqon qo'l ekanligini butun shahardagidek bilib ketdi. Janobi Martin, Izorani imoyasiga olgan odamning ismi kim dedingiz? Arvalo. O nayt abroyliq. Bay adam. Biroq o sizning qo'l qo'ygan havoliqitingizni epaga vakilingizning oldida amalsiz. Buni Arvalomi biladi? Siz nimishqa menga xat yozmadingiz? Baba Saynaga o'zimni bora olaydim-ku. Onu tanib olgan kunilar yo'lga chiqdim. Menga ismsiz xat yozishning o'rniga ismingiz bilan xat yozsangizmi bo'ladi? Janobi Martin, sizga tegishli inomni bermaymi qo'ymaydi. Qanday qismsiz xat u? Bo'ldi, u gapni qo'yib turaylik. Hozirgi muhim ish Izorani tepib, qo'rqi yondirib kelish. Sizning da'vatqingiz qanday xat? Menga yozgan bir necha poch ismsiz xatingizni da'vataman. U xatlarda Izoraning bor yerini bilman deb ekansiz. Men sizga hech qanday xat yozmagandim-ku. Hozir chaqchaq qiladigan vaqt emas, janobi Martin. Rostimni aytsam, sizga bir qitim xat yozmadim. Menga ishindiganligingizni deyishingiz kerak. Qanday so'rayapti? Nega bormoqchisiz? Bir yak bormoqchiman, ko'p bo'lsa, bir haftada qaytib kelaman. Aytganim qilib borsiz. Hozir ayt qilib bo'lmaydi. Siz menga ishonamsiz? Aytmasangiz zot bo'lmaydi. Bir ish bilan boraman. Toza ishonchimmi yo'q. U ishdan umid tug'ilsa, ondan sizga deb beray. Bardoshlik bera olamanmi? Xuddi bir ish bo'ldigandek ertadan kechgacha andish ichida o'tadigan bo'ldim. Dadingiz bilan Santa, Andreslamo, yeningizda bog'i, janobilardo sizlar bilan ko'rishib turdi. Hargiz qo'rqmang. Men pat orqa qaytib kelaman. Nega bordiganligingiz bilgim batdi. Men mushu ijtimoiy ishning demakchi. Men tezlik qaytib kelaman. Siz menga ishonamsiz? Albatta ishonaman. Qararingizni nima ishga o'zgartdingiz? O qo'llaringizga qiziqmaydigan bo'lib qoldingizmi? Hargiz undaq emas. Uning aksicha. O'qullarimni tezroq qo'rqi yondirib kelib olsam deyman.
Mana bu havalı xetini sizga beray. Siz baba Saynağı berib mening nomimda ish ep bassangiz bo'ladi. Bu sizning yo'l kirayingiz. Buning ichida bu qitimga ham kila qitim qullan ep kelishga yetgidek pul bor. Men sizga tamamen ishinaman. Shunga men bormasam bo'la. Bo'ladi emsa, siz xotirjam bo'ling. Men cho'qim qullaringizni tez yetkazib beraman. Nayt yaxshi. Siz qullan ep kelgan aman berishga tegishlik inomni qo'lingizga cho'qim beraman. Meni birisi chaqiryapti-da. Ha, chiroyli bir yigit. U atrofdagi chig'ir yo'lni saqlab turadi. Fransisko degan qumparni o'ynamas-da yana. Buni uqmadim. Qarag'anda u yigit yaxshi odamdek qiladi. Kiyib olgan kiyimlarim shundaratlik. Shundoq Murita, ba'zida alvastuma shundoq chiroyli kiyinib oladi. Ma'qul, men boray, berib ko'rib boqay, u meni zodi nimaga izladikin. Yanvariya, Oy xudoyim. kechirim. Janob, siz meni chaqirganmi? Bo'shroq gap qiling. Men bo'sh gap qilishni bilmayman, janob. Ovozim shundoq yo'g'on. Puxtum. Ovozingizdan qaraganda Yanvariya bo'lsangiz kerak. U men gapingizni qilib beradi. O degan kim? Janobi Hilardo, men tushungansiz. Izora bek titildab ketyapti. Arvalo ko'p bo'lsa bir haftada qaytib kelaman degan. Uning ketganiga bir hafta bo'ldi. Uning nega, nima ish bilan ketganligini cho'qim bilishim kerak. Sizning xabaringiz bormi? Xabarim bor. Xabaringizni Usmonga aytib bering. Men Arvaloga hech kim ketmayman deb va'da bergan. Arvaloning sirtqa chiqib ketishi Izora bilan munosabatlikmi? Shundoq. Arvaloning bu qitim sirtqa chiqib ketishi nayt xatarlik. Siz uning meni deb bunda qaramliq qilishiga yo'l qo'ymasligingiz kerakdi. Xotirjam bo'ling Izora. Arvaloga yetish bo'lmaydi. Santa shu chaqda nima ish qilmabdi? Ular Andresni tutib olib, agar aytib qo'ysang, Andresni urib o'ltiramiz deb qo'rqitib bitibdi. U Muras bechora qiz qanchalik azoblangandi. U Malvinani nayt yaxshi ko'rdi ekan. Shunga u qizning ismini Malvina qo'ydi. U qiz nayt umoq. Parvardigorim, Andres bilan Santaning qizini bakmi ko'gim kelyapti. Siz men Fransiskoning nadligini deb bergan bo'lsangiz, ularga jiq yordam bergan bo'lardingiz. Siz u uchiga chiqqan askini biz tarafda surdi deb o'ylamsiz? Uni bir chekib baqay. Men uningga pul beraman. Nurg'un pul beraman. Onunğa pul bersangiz qandoq bo'larkin? Bu xumpar nomusni bilmaydigan iflos. Pul desa, hatto onasini setib etishdan yanmaydi. Amdiki gap ikkinchi qadamni qandoq besishdi qoldi. Sizcha qanday qilsak muvofiq bo'lar? Mening bu ishga aralashganimni hech kim bilmasin, Juma. Shanvey. Leonsiyo'ga yozilgan eliqi nomsiz xatlarni siz yozmagansiz. Yo'q, men yozmagan. Lekin biz tiz qo'lsamiz bo'lmaydi. Taklifingiz tasimi beymani taklifkan. Masalan, men sizga 50 million lis bersam, bu taklifim yana beymani bo'lamdi. 50 million lis? Men o'g'il bola. Gapimdan yanmayman. Sizmi bilasiz, haqiqiy ahvolni deydigan bo'lsam, bu ish qilmama chetilib qolaman. Ahvol siz o'ylagandek ig'ir bo'lmaydi, Fransisko apandi. Sizga u pulni bergandan sirt eng yaxshi advokatdan birini topib beraman. U sizning xo'jayiningizning buyrug'i bilan shunday qilishga majbur bo'lganligingizni isbotlab chiqdi. Sud sizga nayt yengil jazo berdi. Bosh jinoyatchi Leonsiyo tursa. Nayt yengil jazo. Siz unda deganingiz bilan vaqti kelganda turmada siz yotmaysizda. Yana bir gap, siz uchun Tangri bilan inson oldidagi vijdoniy azobingizni yeniklatishning chorasi turmadan chiqqandan keyin 50 million lisga erishsiz. O chaqda yangidan odam bo'lasiz. Qo'riqdan birini setib olsangiz bo'ladi. Bu shartlaringizni o'ylab baqsam bo'g'iday. Taklifingiz meni xeyli qiziqtirdi. Biroq men sizning o'ylashingizga ko'p vaqt beramayman. Tushdan keyin soat 2 da meni saqlang. Mening vaqtim qisqachimi? Sizga cho'qim aniq javob beraman. Soat 2 da meshada saqlang. Bo'ladi. Sizni saqlay. O cho'qim Izoraning Martin aytgan hiliq himoyachisi. Arvalo.
To'g'ri, men bu ismni anglagan. Arvalo. To'g'ri, dal shu. O bana sizni setiş bedeliga 50 milyon va'da qildi. 50 milyon leysini deb turmuning azobini yetkichi tortsan, shundaqmi? Onunla elbette ma'qul demayman. O mening javobimni saqlayotidi. Bu ishni menga deb nihoyat yaxshi qilding. Men azaldan mard odam, senga yomon niyatli bo'lmadim. Og'indochilikni yetkizsang, sodiq bo'lsanglar, pulning ko'zi qarab ketmayman. Sizning mardligingiz menga ayon Bekzade. U hozir nada? Men bilan men sizni boshlab baray. Onun bilan soat 2da ko'rishishni kelishib qo'ygan. Nihoyat yaxshi. Sen berib joy meni chaqirib kel. Men bu itlasni tirik qo'yib atmayman. Uning yerida qurol yo'q deb ayta olamsa? Bo'lsin ish gap yo'q. Lyonsiyo Bekzade, o'g'rini tutinglar. O'g'ri Qo'rqma Yanora, qo'rqma Yanora. Nima ish bo'ldi? Bir oqtanlik oshxonaga kirib oldi. O cho'qim o'g'ri. Sen nima deyapsan? Tez bo'linglar. Tez uni tutinglar. Tez bo'l Fransisko. 1 minutni kechikmayli. Tez borayli. O'zini qo'rqatdimi? Yo'q, Bekzade, u oshxonaga o'g'irlikchi kirib olibdi. Boshda uni ko'mabdimi, keyin ko'rib qo'rqqanimda voqirib etdim. Biz hech kimni ko'mdik. Boy biz jirat tutdik. Keyin men oshxonaga qechib chiqdim. U eshikdan mehmonxonaga kirib ketdim ekan. O odam uyga nima deb keladi? Balkim menda nisa bog'liq kelgandi. Men uning bilan chiroyli so'zlashgan, hatto meni unida deb saqlab turgan tursa. Bundaq odamga ishinib bo'lmaydi, Fransisko. Fikr ko'yladimi? Hech kim yo'q, Bekzade. Yana bir aqtiringlar. Bulung pushqoqlarmi, qamisin. Isming nima? Rita, Rahmat sana. Menga dal vaqtida xabar qilding. rahmatni yanvar yog'i desangiz bo'ldi. O mushcharni o'ylab deb ularni qaymoqtirib atdi. Amsa rahmatimni uningga aytib qo'y. Chapsam men. Ular hozirlik yetib keladi. Siz Izorani ko'rib turamsiz. Cho'qim ko'raman. Siz uning Ritasini seg'inibdi deb qo'ying. Biz hammamiz uning uchun duo qilib turyapmiz. Sizning xatingiz Bekzade. Rahmat. Kechiring janobi Matoso. Ko'ravering. Bu gapchi u boshqa odam ekan-da. Nima deyapsiz? Hech nima. O'zim qilyaptimi? Martin degan odam bu imzosiz xatni men yozmagan degan bu. Degan, uning bu haqda yolg'on aytish mojatsiz. U menga Andra Tashanvoy yozmadi. E'lonni Izoraga bog'lagan odam shu dedi. U imzosiz xat Martinla Izorani tansida tunilishdan ilgari yozilgan. Amasa u sizni nemishqa baldur izlab kelmaydi. Bu bir tepishmoq. Har odamning o'z bildigan qiyinchilik bo'ladi. Nimali bo'lsin, Izora pat ardi qo'riqda. Paydo bo'lgan bo'ldi. Mayli Martin yoki imzosiz xat yozgan odam bo'lsin. Qaysi Izorani baldur akilalasa, pulni shuningga beraman. Sizningcha janobi Arvalo Izorani Lyonsiyoga topshirib bermaslikka Martinni ko'ndiralarmi? Buning ishonchim komil. 30 milyon liys. 10 milyon ortiq degan gap. Siz menga rostli 30 million beramsiz? Sen faqat Lyonsiyoning yiniga berib, Izorani e'londagi qochqundidek emaskan desanglar bo'ladi. Gapingizdan yenib olsangiz, men qanday qilaman? Sen mening gapimni yenib olganligimni anglab baqqanmi? Yo'l kirasiz-ku. Bu qisqa yo'l emas. Yo'l kirasini albatta men beraman. Baba sendan qaytib kelganda pulni qo'lingga olasan. Agar u ishonmay, baba saynaga o'zi kelsa, u joqda qanday bo'ladi? O mening ishim. 30 milyon liys uchun azroq yo'l menish hech gap emas. 30 million? Naq pul beraman. Bo'ladi.
səhərdila yolğa çıxay. O adamның taqı turqi qandaqaraq. Rastımni etsem, birovning chiliği sapsanmaydigan odatim bor, Begzode. Onun kiyimləri rətlikmi? Ras, kiyimleri pozur, bir qaraplı pulluq, terbiye ko'rgan odamligini bilgili bo'ladi. Qaddi qomati xilil joyda. Qaddi qamati joyida? Uni siz bilan selishtirib bo'lmaydi. Menden yoshmi, qerimi? Sizning yosh. Ahmaqning yana birisi kaptida. Izora o xumparni yaxshi ko'rib qolgan nima? U kimning haqiqiy agakligini men-ku bilmaydi. Bu gapingiz qaraganda onunga tarlig'ingiz kelyapti nima? To'g'ri dedim, Fransisko. Uningga tarlig'im kelyapti. Odam hayotida ko'ngildagi gapni qilmay qolmaydi. O'z-o'ziga bo'lsinmi deydi. Rastli tarlig'im kelyapti. Men u odamning Izorani bag'riga bosdiganligini, suydiganligini o'ylasam g'azabdan titrab ketaman. Buningga men iqro. Yemişki o'zingizni qiynaysiz. Izora bir necha kundan keyin qaytib keladi. O odam Izoraning keyindan keladigan bo'lsa, jajisi bir pay o'q. Lekin Izora menga tushunmaydi. Nimani tushunmaydi? Mening yuragimni, tatayotgan azobimni. Uni bir minutmi? Esimdan ko'tarib o'tamayman. Buni u bilsa bo'ladi. Bunda xiyolada bo'lmang. Ya Martin, ya bo'lmasa imzosi xat yozgan odam Izorani pat orda olib keladi. Hozir balkim yo'l ustidadir. Ko'proq mushni o'ylang. Turib turing, kirib Begzodaga aytay. Qandaq? Qullarimni akeldingizmi? Shuncha uzun yo'lni besib kelsam, bir eg'iz takalluf gapingizmi yo'qmi? Kechiring, Martin efendi. Qani o'ldiring. Qullarimni ko'rishga aldirab ketib, unutib qopdimi? Ularning qochib ketganiga uzun bo'ldi. Sizni ko'rib baxo'shal bo'lib ketdim. Qarang, mehmonga bo'lgan hurmatim sal qarg'inimni. Bir narsa ichamsiz? Brandi iching. Üstleşinizden çang besipti. Yolda japa tatqansiz. Baba senadin paytaxtga ancha emas. Yomg'ir yoqqashqimi yo'l bo'yi to'pib ko'midim. Ammo paytaxtdan bu yergacha yo'l azobini xeyli tatdim. Birdamdan keyin rohatinni bir yunib oling. Ondan bir oz dam olib g'izolanib oling. Siz mening aziz mehmonim. Sizga bo'lgan hurmatim yuzidan bir qadahdan ichay. Izora qani? Qaraganda qalbi bilan kelgandek emas-ku siz. Men sizdan kechirim so'rayman. O'tgan men xatolashib ketganman. Sizning qo'llaringizni tanib oldim deb tekshirib ko'mayla aldirab sizga xabar qilib ketganman. Sizdan oldigan inamga qiziqib, shunda qilganligimga iqrorman. Bu gapchi Izorani epkamabsizda. Meni kechirsangiz. O'tganda men sizga degan o qiz sizning dedikingiz emas ekan. Siz menga chaqchaq qilyapmaydigansiz. Yo'q. Bundaq jiddiy masalada qanday chaqchaq qilib bo'lsin. Men shuncha uzun yo'lni besib kelishim, sizga ahvolni aytib qo'yish, sizdan kechirim so'rash uchun edi. Xato qilganligim uchun men aybli. Xato bo'lishi mumkin emas. E'londa shundoq aniq yozilgan tursa, ondan o'zingizmi Izorani o'z iqror qildi dedingiz. Baba senadiki o qiz e'londagi qizga o'xshamaydigan, badanida kepinak shaklli tamg'imi yo'q ekan. Men hamini tekshirib ko'rdim. Bir amal qilib, uni yeb o'tgan gap. O qiz Izorani egizgan. Xeyli egizgan. Buni qanday bildingiz? Bu balkim ta'siratingizdir. Onun ismi Ervila, Janobi Leonsio. Men uning guvohnomasini tekshirib ko'rdim. Hammasi qonunli ekan. Poytaxtdagi nurg'un yuzlik odamlar uni taniydi ekan. Ularni guvohlikdan o'tmoqchi bo'lishdi. Menga ma'lum, men kechirgisiz xatolik o'tkazdim.
Men bu ishni uqib qo'llaringizni davomli izlashingizga daxl etmasin deb o'ylab, sizdan kechirim so'rag'ili. Darhol yo'lga chiqdim. Yo'q, bu gaplaringiz yolg'on. Meni kechiring. Deganlarimning hammasi rost. Afsuslandig'im siz va'da qilgan inomni ololmaydigan bo'ldim. Bu gaplaringizning hammasi yolg'on. Janob Leonsiyo, uyini olishimga ruxsat qilsangiz, sizdan to'liq rozi bo'lardim. Bakkirlashib ketdim. Ko'zimdan yo'qol. Men uzun yo'l minib, sizga haqiqiy ahvolni aytib qo'yg'il keldim-ku. Hech bo'lmaganda otlarimga bir narsa berishni buyursangiz. Piyoda qaytib ket. Yo'qol. Kalva. Mas'uliyatsiz xumper. Mutham. Endish qilmanglar. Martin Leonsiyo'ni cho'qim ishondirdi. Oningda gap yo'q. Chunki uni nurg'un pul kutib turdi-da. Bundan keyin qanday bo'lib ketdi? Leonsiyo shu gap bilan la bo'ldi qilami? Biz xotirjam yuraveramizmi? O bizni yana izlamasmi? Men o'zimni ma'lum qilay, buningdan boshqa chora yo'q. U bu yerda yoshirinib yurib, ansizlikda o'tish mangimi? Boshqalarga foydasiz. Xotirjam bo'ling, shunday qilib vaqt tutamiz. Kechiring, janobi Arvalo. Meningmi ansiraydiganim vaqt tutamay qolamizmikin deyman. Meningcha endi saqlab o'ltamayli. Bundaq sharoitda yashash bizga zodi xotirjamlik olib kelmaydi. Shunga biz keskin chora tepishimiz kerak. Gapingiz to'g'ri. Men bir keskin chora o'ylab qo'ygan. Deb beqinglar. Qanday chora? Topgan choram chet elga chiqib ketish. Sizmi biz bilan birga qochmoqchimi? Shundaq kechish desakmi bo'ladi. Lekin men buni o'z baxtimdan keyin demagish deb o'ylayman. Tunigini Ilardoga bu planimning ish oshmasligini o'ylab boqishni aytdim. Men bilaman, bu aqlan chora emas. Aqlan emas. Men hammadan qo'l uzib, qo'riqimni, mal-varollarimni setib etishni qaror qildim. Barliq mal-mulkimni sotmoqchiman. Bu bo'ladigan chora ekan. Siz biz bilan maqsadingiz xavfli emasmi? Kimidan birini topsaqlar, xavfdan qutulib keta olamiz. Nereden tapımız? Elardo kimi setib olishni asirtdan uqishyotidi. Tajribali kimichilarni yollavatsak, udul Amerikaga keta olamiz. Urushdan keyin Amerikaning janubida nurg'unlagan yaxshi qo'riqlar setilib o'tibdi. Amerikaga berib-olsaqlar, Georgiya yoki boshqa yerlar bo'lsa mayli. U chaqda Leonsiyo bizni zodil izlab topolmaydi. Xotirjam bo'l, Osiya. Arvalo mal-mulklarini sotadi. Bizning o'ylig'imizdimi tez? Albatta, oldirab sotganda bir mud ziyon tortilgan gap. Ular pat arada yo'lga chiqdi. O chaqda hech qanday odam Izorani bir tal moyig'im teganmaydi. Uni xato ko'rib qolmagansiz. Cho'qimchi, sizga imzosi xat yozib ekan. U mehmonxonada o'ltirib sizni saqlayadi. Uning bilan paranlashdingmi? Bu cho'qim sizga tasodif tuyuldi. Tasodifiy ishlarning zaribsiga endi chidamayman. Menga tasodifiy xo'shallik kerak. Tezroq kiring. U yoq Izorani akab berma deb qasam ichdi. U ayol babasi o'ynab turdi ekan. Martin degan avoq sizni aldabdi. Sizga imzosi xat yozgan ayol mana shu. Nayt xo'shalman. Carapinha branca, gandola de renda caindo na anga, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca,
na anca, embalando o berço do filho do Senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.